Yo'qotganlaringiz orasida kimlarni qayta topishni xohlamardingiz? Shubhasiz yo'qchilikda yo'qotganlarim. Bitta she'r bor. Qadrimni ko'p arzon sotishgan. Og'ir kunda tashlab qochishgan. Quchoq emas ko'zim ochishgan yo'qchilikda yo'qotganlarim. Salom bersam yuzim burishib, yuragimga o'q otganlarim. Omad kelsa, keldi kulishib, yo'qchilikda yo'qotganlarim. Charxu falak ekan bu dunyo, hamma halak ekan bu dunyo. Fursat poylab yurdingizmi yo, yo'qchilikda yo'qotganlarim. Dunyo shunday bor yo'qda sinar, sindiraman deganlar sinar. Munofiqlik eng katta hunar, yo'qchilikda yo'qotganlarim. Kambag'alni topilmas tengi, yoqa tutsam uzular yengi. Assalomu alaykum endi, yo'qchilikda yo'qotganlarim. Erkak shunday. Dardini ayoliga aytib ojiz ko'rinishni, ota-onasiga aytib ularni xavotirga qo'yishni, farzandlariga aytib ularga yuk bo'lishni xohlamaydigan inson. Erkak shunday. U mehribon farzand, uddaburon er, g'amxo'r ota, har kim bo'lishga majbur. Lekin o'zi bo'lishga vaqti yetmaydi. Qanchadan qancha orzularni yemirdi ekan bu qiyinchiliklar. Qanchadan qancha niyatlar sarobga aylandi bu zahmatlar orasida. Shunda ham erkak dardini to'kib sochmaydi. Oilasiga ta'na qilmaydi. Men ham charchadim, hammasidan dam olishni istayman deb isyon qilmaydi. Shunchaki ichiga yutadi. Jimjitlik va sukunat ichida hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ziga o'zi tasalli beradi xolos.